Assalomu alaykum. Men yaqinda shu kompaniyaga hamkorlik qildim. Ya'ni iste'mol sifatida menga qizim homiladorlik tufayli shu mahsulotni tavsiya etishdi. Nurichdan. Nerlich kompaniyasi, ya'ni Germaniyada ishlab chiqargan mahsulotni menga tavsiya etishdi. Bu mahsulotda qon ko'paytirgan homilador uchun deganiga ikkilandim, lekin men buni uyga borib YouTube orqali o'rganib chiqdim. Qon ko'paytiruvchi eksklyuziv a'lo darajadagi mahsulot ekan, menga yoqdi. Даже unda aytilyapti, bir oyda ichida 7 gamoglobinni 10 ga ko'tarish xususiyatini bera olar ekan. Bu tabiiy bo'lib, tarkibi faqat baliq, ya'ni dengiz mahsulotlaridan iborat ekan. Bunda ichganda haligi temir ta'mi kelmaydi. Lekin bu mahsulot eksklyuziv, hech qaysi kompaniyada menimcha topa olmaysizlar bunaqa zo'r ajoyib mahsulot. Ana endi bugun nechta olib ketyapsiz? Bugun bu endi 3 pachkasi 21 kunlik programma bo'ladi. Bemorda ahvoliga qarab yoki kuniga beriladi yoki chellenjdan berilganda 21 kundan 44 kungacha yetadigan mahsulot. Yetadigan qilib olyapsiz, a? Hozir 3 pachka oldim. Muhabbat opa, men eshitishim bo'yicha kecha menga aytgan edingiz, buni chet elga olib chiqib ketasiz. Rossiyada qizingiz. Xudo xohlasa, siz u yerda ham bemalol Rossiyada siz bilan servislar bog'lab qo'yamiz. Muhabbat opa bemalol u yerda mahsulotlarimizni olib, iste'mol qilib yoki o'zingizga ehtiyojingizga kerak bo'lgan mahsulotlarni bemalol olishingiz mumkin. Rossiyaning qaysi viloyatida bo'lsangiz ham servislar bilan bog'lab beramiz, xudo xohlasa. Salomat bo'ling, rahmat.